sizni bobongiz, mana bizni bobomiz. Mana shu Qo'qoni shariflardan Madinai Munavvaralarga safar qilgan Abdussamad bobomiz. Murattab shogirdlari 500 dan oshib ketgan ekan. Vaqti soatlari kelib 80 dan oshib Baqiyga ko'miladilar va oradan ro'p-rosa 3 yil o'tdi. 3 yil o'tgandan keyin bir kuni o'sha Baqiy qabristoni mutasaddilaridan bizga telefon kelyapti. "Ey, falonchimisiz?" "Ha, falonchimiz. Unda sizni mana bu idoramizga taklif qilamiz, keling." Idoraga borsak, "Labay, sizni bobongiz 3 yil oldin, ismlari Abdusamad qori, ha, shunday. U kishi vafot qilgandilar, ha, xuddi shunday. Sijillat deyiladi, o'sha arxiv qilib tikib qo'ylar ekan. Qabriston o'sha Baqiyga kirdik. Aynan Abdusamad hoji dadamizning qabrlari ochilib qo'yilgan ekan. Ko'rsatdilar. Ko'ring. Shu kishi sizni bobongizmi? Bobosini mana sizni biz ko'rib turgandek ko'ribdi. 3 yil oldin dafn qilingan. Bobom deydilar, hozir ko'milganda yotibdilar deydilar. Biz o'zimiz hayratda qotib qoldik. Ko'rdingizmi debdilar. Ha. Bobongizni mana shu qabrda sog'lom yotganliklarini ko'ring. Dedilar, biz endi bu kishining qabrini ochib endi boshqatdan yangi jasad ko'mmaymiz. Baqiyda shunday ekanda. Har bilib qoling yoshlar, har 3 yilda Baqiyning qonuni bir qabrni ochilar ekan. Yerga yem bo'lgandan keyin o'rniga boshqa jasad qo'yilar ekan. Aytayaptilar, ko'rdingizmi bobongizni? Ha, endi bu kishining yoniga boshqa odam qo'yilmaydi. Siz shunga guvoh bo'ling. Bobongiz solih inson bo'lgan ekanlar, deyaptilar avvaliga. Ko'mayaptilar, ketyaptilar. Bular endi ha, bobomiz shunaqangi bir solih inson edilar-da. Hofizi kalomulloh edilar-da. Qori edilar-da. Asllari qayerdan ekan? Qo'qondan edi debdilar. Keyin yana dedilar. Yana ro'p-rosa 3 yil o'tdi. Necha yil bo'ldi? 6 yil bo'ldi. 6 yil to'lgandan keyin bizga yana telefon kelyapti. Abdusamad hoji dadani avlodi, sulolasi. Endi bu gal jamoatingiz bilan keling debdilar. Bitta ikkitangiz emas, jamoatingiz bilan keling. Kim bor bu kishini sulolasidan? Olib keling. O'g'illar, nabiralar biz bordik dedilar. Bordik, ana o'sha holat 3 yil avval bo'lgan holat endi 6 yil bo'ldi. Ochib bizga ko'rsatyaptilar. Yana 3 yil kelganligi uchun bugun yana ochildilar. Qarang. Shu sizni bobongizmi? Ko'rdik. 3 yil avval qanday ko'rgan bo'lsak, o'sha holatda, shu holatda turibdilar.